Seul dunyodagi eng toza megapolislardan bittasi. Hamma yoq toza, yaltiragan, xuddi reklamalardagi. Qo'lingdagi bo'sh kofe stakani bilan 5 daqiqa yurasan, 10 daqiqa, 20 daqiqa, atrofga qaraysan, bekatga borasan, yo'q va boshlanadi quest. Axlatni qayerdan topsam bo'ladi? Janubiy Koreyada axlat qutilari kam uchraydigan narsa. Bu tasodif emas. Buni siyosat desa ham bo'laveradi. 1995-yilda hukumat tizim kiritdi. Axlat uchun hajm bo'yicha to'lov tashlamoqchimisiz? Maxsus paket sotib oling. Ko'p chiqindi, ko'p pul. G'oya oddiy, kam iste'mol qil, ko'proq sarala. Odamlar boshqa yo'l o'ylab topadi. Uydagi axlatini ko'chaga tashlashni boshlaydi. Ko'chadagi urnalar to'ladi, sasishni boshlaydi. Hokimiyat boshqa qaror o'ylab topadi. Shunchaki axlat qutilarini olib tashlashdi. Quti yo'q, muammo yo'q. Absurddek eshitiladi, lekin natija boshqacha bo'ldi. Shahar tozalandi, odamlar yerga tashlashdan to'xtadi, axlatni o'zi bilan olib yurishni boshladi, ko'cha uyini davomiga aylandi. Qutilar bor, lekin metroda va do'kon yonida va qat'iy ajratilgan. Plastik, qog'oz, banka, umumiy chiqindi. Oziq-ovqat chiqindisi esa hatto gram bilan o'lchanadi va alohida to'lanadi. Koreyada axlat bu sizni javobgarligingiz. Hech kim sizni orqangizdan tozalamaydi. Qoida oddiy. Sizdan chiqqan axlat bu sizning muammoingiz.